Avvalambor assalomu alaykum hammaga, barcha yurtdoshlarimizga, O'zbekiston xalqiga, hammaga assalomu alaykum. Men jigar xastaligi bilan anchagina og'rinib, hamma joylarim, oyoqlarim shishib, sal bezovtachilik sezuvdim. Keyin surishtirib eshitib, Chinon kompaniyasini nimalarini uchratdim. Zarifaxonga rahmat, juda katta rahmat. Shu singlimiz bizlarga tavsiya qilib, birga aeroport hammasini bir minut ham bizdan uzoqlashmasdan Fazliddin degan bir ukamiz bilan birga, tarjimon ukamiz bilan birga bizlarni shu nimagacha begona yurtga qiynalmasin deb yetaklab shu больницagacha, gastinisalargacha o'zlari olib kelib o'rnashtirib, hech nimadan qiyinchilik ko'rintirmasdan olib kelishdi. Operatsiya jarayonlarigacha yaxshilab tayyorlab, bizani hamma taraflama bitta hamma joyimizni tekshirib nima qilishdi. Xudoga shukr, operatsiyalar o'tdi. Doktor Vivek Vichka va uni nimalariga, shogirdlariga, vrachlarga, medsinstra, reanimatsiya bo'limi xodimlariga, palataga hammasiga rahmat. Juda zo'r, juda bir nima deydi, ham odam ko'rib ham bir oddiyligidan, bir xarakter jihatdan ham hamma taraflama rahmat shularga. Muomalasi ham juda yaxshi qaraydi. Rahmat kattakon. Men hozir zo'rman, xullas aytgulik emas. Ishqilib juda bir yugurib, operatsiyadan keyin sezishni boshladim o'zimni nimamligini. Yengil bo'lib qoldim. Hammasiga rahmat. Xullas gastinsa ma'muriyatiga ham, Chinon kompaniyasi rahbariyati, xodimlariga ham nimalariga, больницаga, gospitalni xodimlariga hammasiga rahmatlar aytamiz. Xudoga shukr, yaxshi bizlar.